qishki masjidi. Xola o'zini yaqin amaldorlari va oilasi bilan shu yerda namoz o'qigan. Mana to'g'rida mehrobda mehr oqibat namozda qiblaga qaratilgan. Mehrobning tepasida Allohimizning va to'rtta yoriylarning ismlari ham bitilgan. Burchida mana baram joylashgan, qutb o'qidigan joy. Mana shu ko'rib turgan masjidingiz 19-asrda Alloh Qulixon tomonidan qurilgan. Devordagi koshinning ustasi Abdulla Jin. Abdulla ismi Jin laqabi. Jin deyishlariga sabab mana shu devorda ko'rgan naqshingiz mana buning ichida takrorlanadi. Buni so'ngra ikkinchi bir joydan takrorlanadi. Lekin har bir kelgan joyingizda rangiga e'tibor berib borsanglar, faqat 3 ta rangni ko'rasizlar. Bu 3 ta rangning ma'nosi oq, oqlik, poklik ma'nosini bildirgan. Osmon rangi, osmonimiz musaffo ma'nosini, feruza rang, tinchlik ma'nosini bildirgan. Bu uchalaring o'sha paytda hozirgacha islom dinini sevgan rangi. Avvalan boshlab chizganlar, varaqcha nomer qo'yganlar. Va nomer ma'nolar mix bilan qoqib chiqqan. Nomer qo'yishdan maqsad naqshlar adashib ketmasligi uchun. Mana shundan pastki qismi restavratsiya, tepasi asli holati. Hozirgi kunda kraska sostav qilinadi, lekin ko'pga yetmaydi, ham quyoshga chidamsiz. Mehmonlar Xorazm yozgi payt issiq bo'lgan. O'sha uchun ham eski hovlilarga kirsanglar, mana shunday ayvon bor. Bu ayvonga yozin qishi oftob tushmaydi, salqin turadi, chunki shimolga qaragan ayvon. Ayvon baland, oldingi qismi past. Shimoldan kelgan havo devorga yurib, hamma joyni salqin saqlagan. Devorda qizil qora rang yo'q. Shamol kelgan payti qizil qora rang shamolni o'ziga tortgan ekan. Bu ranglar esa shabada berib turgan. Ham bu ranglarga qarasanglar, odam nasabini tinchlantiruvchi ranglar ekan. Mana bu tomonda 3 ta gumbaz joylashgan. O'rtada eshik tomonda zarbxona, qilishli degan joy ko'rsatiladi. Oldin shunda suratga tushib